Markaziy Osiyoda unutilgan imperiya borligini bilasizmi? Bu imperiya o'z davrida Bag'dod va Qohiradan ham boyroq bo'lgan. Bu davlatning nomi Qarluqlar imperiyasi. 8-9 asrlarda ular butun Markaziy Osiyoga hukmronlik qilgan. Arab tarixchilarining yozishicha, bu hududdagi shaharlar Isfahon va Damashqdan ham boyroq bo'lgan. Qarluqlar qimmatbaho ipak, oltin va kumush savdosi orqali gullab yashnagan. Al-Maqriziy yozishicha, ular Xitoy va Bag'dod bilan savdo qilgan. Bu imperiya nafaqat boy, balki harbiy jihatdan ham kuchli bo'lgan. Ibn Xaldun yozishicha, ular turkiy qabilalar ichida eng kuchlilardan bo'lgan. Ammo bu buyuk imperiya qanday qilib yo'q bo'lib ketdi? At-Tabariy yozishicha, ichki nizolar va mo'g'ullar hujumi ularning boshlariga yetdi. Siz Markaziy Osiyoning yana qanday yo'qolgan imperiyalari haqida bilasiz?